Assalomu alaykum aziz opa-singillar. Bugun sizlarga Koreyada koreys ayollarimiz ko'p ishlatadigan shirin hidlar keltirib turadigan do'xiylarimiz haqida gapirmoqchiman. Shunaqangi intim do'xiylarimiz bor, hidlari rostayam shirin. Ayollarimiz buni olsalang, maza qilasizlar. Hidlari rostayam yoqimli hidga ega. 18 yoshdan boshlab ishlatish mumkin. Buni pushtisi ham bor, yumshoq hidlari. Ichki kiyimlaringizga, bo'ynalaringizga surtib olasiz. Qorasi ozgina o'tkirroq, lekin yoqimli hidga ega. Ikki xili bor. Agar bundan kerak bo'lsa, olib ishlatib ko'ringlar. Keyin shunaqangi Staynotidan yumshoqqina hidlari, приятный bo'lib turadigan mistlarimiz bor. Qanaqa do'xiy sepding demaydigan, buncha yoqimli do'xiyingiz qayerdan oldingiz deydigan do'xiylardan bemalol olib ishlatib ko'ringlar. Buni 3 xil turi bo'ladi. Shunaqangi hammasi o'ziga xos hidga ega. Yoqimli, shirin qilib turadi. Ayollarimiz uchun juda ham kerakli. Keyin mana shunaqangi shirin mistimizni shunaqangi skrub bilan geli bor. Bu skrubni tanangizni yuvish uchun foydalanasiz hamda kremini yuvinib chiqqandan keyin badaningizga surtib olasiz. Badaningizni yumshoq qilib shirin iforli hid keltirib turadi. Yana koreys ayollari ko'p ishlatadigan shunaqangi dezodorantlarimiz bor. Kun bo'yi ishlatishga qulay, qo'ltig'ingizni tagini quruq saqlaydi hamda yoqimli hid keltirib turadi. Ko'p terlaydigan ayollarimiz uchun yaxshi, chunki qo'ltig'ingiz tagini quruq saqlaydi ham shirin hid keltirib turadi. Keyin mana bunaqangi dezodorantlarimiz bor. Buni ko'k ranglisi kuchli terlaydigan ayollarimiz uchun, erkaklar ham ishlatsa bo'ladi. Bir haftada 2 marta, 1 marta ishlatasiz. 18 yoshdan ishlatish mumkin buni ham. Kiyimlaringiz dog' bo'lib, sarg'ayib ketishini ham oldini oladi, terlashni qoldiradi. Pushtisi ham bor. Bunisi ta'sirchan teri egalari, kamroq terlaydigan ayollarimiz foydalansa bo'ladi. Agarda sizga original kosmetikalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizni Telegram gruppamizga bog'laninglar. Telegram gruppamizni videoni tagida hamda kommentlarga o'tsangiz shu yerda qoldiraman. Bizga obuna bo'lishni unutmang. Albatta sizga original kosmetikalar kerak bo'lib qoladi.